Ya assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz do'stlar, aziz muxlislar. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chorshanba Qoraboroq ona bola siyir bozoriga yetib keldik do'stlar. Do'stlar, bugungi cheslamiz 8-iyul hafta kuniga chorshanba, yilimiz 2026-yil. Katta siyirlarni, paradal siyirlar ko'rsatib boramiz do'stlar, ketdik. Assalomu alaykum, zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bu semental sotildimi? Sotiladi. Sotilyapti. Necha pul deyapsiz? 75 deyapmiz ham. Mana 75 million so'm baho qo'yib turibdi ekan do'stlar. Bozor savdo bo'ldimi? Necha bo'ldi? 60-65 savdo bo'pti do'stlar. Bolasi ham irg'achimi deyman ha? Bolasi ham zo'r siyir bo'lar ekan ha? Mana suti nechta buni aka? Mana do'stlar ko'ringizlar, 15 litr sut berar ekan do'stlar mana. Mana yelinlari. Qaysi kan? Chiroqchi mol bozor kanali. Mana. Aka, realni nech pul bo'lsa berasiz? Qancha? 55 larga berasizmi? Bermaysizmi? 55 larga yo'q ekan. Olmishmi mo'ljal? Olmishmi? 65 so'ra bermadi. Ha, 65 ga bermadingizmi? Do'stlar, 65 ga berilmadi. Do'stlar, videomizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Like'lar bosib qo'yinglar, dumbullatib. Mana. Aka, nomer qo'yib qo'yamizmi? Qo'yib qo'ying. Ayting. 88 88lik 487 487 0813 0803 qayerda moli? 0813 Ha, 0813 aka. Mol qayerda moli? Kasbini mol aka. Kasbini mol ekan do'stlar. Bu nechinchi tovushi? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Ichida bormi, yo'qmi bolasi? Aka qo'yilgan endi shuni. Qo'yilganmi? Shuni qo'yilgan. Ha, qancha bo'ldi qo'yganingizga? Bir haftacha bo'ldi. Bir hafta bo'libdi qo'yilgani do'stlar mana. Mana do'stlar ko'ryapsizlar. Bolasi 3 oylik bo'libdi do'stlar. Irg'ochi bolasi. Chiroqchi mol bozor kanali. Mayli aka, sog' bo'lingizlar. Kenglab o'tiramiz. Mashalloh. Va bu novotchami deyman ha? Novotchami deyman. Bolasi inasi qaysi ekan buni? Assalomu alaykum, zo'rmisizlar? Aka, zo'rmisiz? Charchamaysiz? Nechta deyapsiz buni? Buzog'ini sotdim aka. Sotdingiz buzog'ini. Nechta pul sotdingiz? Buzog'ini 36 million so'm sotdim. 36. Zo'r sotibsiz aka, bo'ladi. Puliga arziydi-da aka. Buzog'im yaxshi. Buni nechta pul deyapsiz onasini o'zini? Onasi o'zini 45 deyapti. 45. Suti 25 ta suti bor. 25 litr suti bor. Nechinchi bola bor? 3mi? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi ekan do'stlar mana. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi. Nechi pul? 38 million so'rayapti sigirda. O'zini, Sigirda ha? bo'yi 1.50 plus. Oldi ham orqasi. 150 155 bor balandliklari. Mana do'stlar ko'ringizlar qani. Chiroqchi mol bozor kanali. Mana suti 20 litr dedingizmi? Kami 20 litr sut bor ekan do'stlar mana. Mana do'stlar bemalol ko'raveringizlar. Lekin bolasi zo'r ekanda. Bitta turgizing qani aka bir ko'raylik. Mana bolasi. 36 million sotdim dedingiz ha? Mana 36 millionga sotildi do'stlar mana. Bo'ylari taxminan 1.15 lar bor ha balandligi. 20 mi? Mana 1.20 ekan do'stlar. Aka bu original ekanda. 100 100 ekanda. Arqalarini ham olib ko'rsatdim. Zo'r ekan lekin. Ko'rsatmasin, zo'r ekan. Mana do'stlar. Orqasi ham to'pichga olib ketgan ha? Mana do'stlar. Mana shu 36 millionga sotibdi do'stlar. Zo'r sotibdi mana. Kelajagi bor-da buni. Mana do'stlar. Mana enas. Aka, nomer qo'yib qo'yamizmi mana uga? Nomer qo'yib qo'yasizmi? Ayting. 91 91lik 597 96 96 597 96 96 ha? Mana 70lik 012 012 96 96 96. Do'stlar, qiziq bo'lsa telefon qilaveringizlar. 20 litr sutga garantiya deyapti. 4-bolasi. Qonida bormi yo'qmi? firmada yurgan aka. Firmada yurgan ha? Ho'kiz bormi ichida? Ho'kizlari bordi. Bor mana. Do'stlar, ilk qochib ketgan bo'lsa, omadingiz, baxtingiz. Mayli aka, sog' bo'ling. Mashalloh. Tushirdik uni. Mana qizildimi? Bo'ldi. Nech pul deyapsiz uni? 70. Bolasi irg'achimi? Erkak bolasi. Erkakcha bolasi bor ekan mana do'stlar. Nechinchi bola? 3mi, 4mi? 2 kunlik. 4-chi bola ya. Mana 2 kunlik bolasi o'kichi ekan. 70 million baho qo'yilib turibdi. Savdo bo'ldimi aka? Savdosi bo'ldimi? 15 litr dedingizmi? 15 litr sut bor ekan do'stlar mana. Mana qayerda mol aka? Chiroqchinikimi? Mana bolachasi. 2 kunlik dedingizmi? 2 kunlik. Zo'r ekan, qarang. 2 kunlik bo'lsa shuncha bo'lsa mana
Bir oyliklar osh kattarib ketar ekan-da. Ha, bu. Mana do'stlar. Aka, realni necha bo'lsa berasiz buni? Hech pul bo'lsa berasiz. Realni oxiri necha bo'lsa berasiz? Kanalga qo'yib qo'yamiz aka. 50 ga. 50 ga bermayapsiz. Bir nima qo'shsa berasiz, ha? Mana do'stlar, sutlari 15 litr, 4-bolasi o'kizcha 50 ga bir nima qo'shsangiz berilar ekan do'stlar. Ayting nomerni. Nomer 88 lik 072 072 29 29 62. 62 ha? Mana do'stlar, qiziqsa telefon qilaveringizlar. Chiroqchi moli, Chiroqchi mol bozor kanali. Ketdi keyingilar o'tiraman. Mayli akalar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Ketdi keyingilar o'tiraman. Mana shuni so'rayapti. Buni so'ramadi-ga narxini. Nech pul deyapsiz? Assalomu alaykum. 100 million. Bir pachka ekan-da. Mana savdo bo'ldimi? 82 million so'm savdo bo'ldi. Nechinchi bola bu? 3-bola, xonadasi 4 mi? Xonada 4-chisi bor ekan do'stlar. Mana bolachasi. Mana. Bolachani o'zini ham ketardi bir 30 ha? 30larga ketadi bolachasini o'zi ham do'stlar. Mana ko'ringizlar qani. 82 ga bermadingizmi? Mana 82 ga berilmabdi do'stlar. Mana bolachasi. Bolachasi ham irg'ach. Mana bolachasi ham irg'ach. Mana qarang. Sir qilsa bo'lar ekan-da. Aka, nomerni qo'yib qo'yamizmi? 94lik 94lik 332 332 27 97. 27 97. Do'stlar, mana qiziqsa telefon qilaverasizlar. Qayerda moli? Parsiz. Mana Parsizda chiroqchim Parsiz moli ekan do'stlar, mana. Bemalol telefon qilaveringizlar. Sutlar nechta dedingiz? Sut 25 litr sut berar ekan do'stlar. Mana. Bir kunlikda-da. Yo'q, bir kunlik 50 litr beraman. Ya, mashallah. Alosa ishlamayman deyman, bitta so'zkaz. Do'stlar, bitta yilini ishlamay ekan, mana. Bir kunda 50 litr sut beradi deyapti. Do'stlar, lekin kichkina mol emas-da, katta mol. Bo'ylari ham biri 65, biri 60 bor. Mana. Qiziq bo'lsa telefon qilaveringizlar, mana. Akalar sog' bo'lingizlar. Ketdik, keyin o'tamiz. Bunga qarang. Nima chiqqaningizdan keyin ular qosma bilan bir ketdi. Chiroq senda. Yana akram. Molar nech pul deyapsiz aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Buni ovat ming. Mayli. Bizga qizig'i olmasa ham ketaveramiz. Abi akam olsa sog'diradi, yangi ketib qolmagaymi? Aka, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Bunda chiroyli sirni qayerdan topasiz? Hammasi uyga shunaqa bo'ladi. Ha? Uyga hammasi shunaqa bo'ladi. Shunday, siz faqat chiroyli sir chiqarasiz-da. Mana do'stlar, ko'ringizlar, bag'asi nech pul ekan bola? Bag'asi 70 baho qo'ydik. 70 savdosi bo'ldimi? 56, 58 gacha bo'ldi. Biroq olmish so'radi. 56, 58, 60 milliongacha savdosi bo'pti do'stlar. 20 litr sutga garantiya ekan. Mana. Mana, orqalarni ko'ringizlar qani do'stlar. Mana. 20 litr beradi. Bolasi navosmi? Irg'achimi? Bolasi irg'ach ekan mana. Nech kunlik bo'lgan? 5 kunlik bo'ldi do'stlar mana. 58, 60 million so'm qilyapti ekan do'stlar bozor. Mana 20 litr sutga garantiya ekan. 20 litr beradi ham? Mana bir kunda 20 litr berar ekan. Mana do'stlar. Telefon qo'yib qo'yamizmi aka? Nomer qo'yib qo'yamiz. Ayting. 95lik 774 16 16 ha? Mana kitobni mol ha? Kitobni mol do'stlar, mana qiziqsa telefon qilaveringizlar. Bemalol. Mayli aka, sog' bo'ling. Aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz buni? 60 million aka. 60. Bu ham kitobniki-a? Savdo bo'ldimi? Bo'ldi aka. Savdo nech pul bo'ldi? 51 million. 51 million so'm savdo bo'ldi. Bolasi yo'q-kichi-a? Bir oy 2 oylikmi? 2 oylik ha? 2 oylik mana navozcha ekan do'stlar. Mana ko'ringizlar qani. Sutlar nechta aka? Sutlar nechta? 15 tasi garantiya do'stlar, 20 litrgacha beryapti ekan. Tomog'iga qarasa 20 litr beradi.
Qamoqqa zo'r qarz 20 tani o'ynab beradi. beradi, ha? Mana. Mana do'stlar. Realni necha bo'lsa berasiz? Oxiri narxi 54. 54. Nomer ko'pamizmi? Ayting. 91lik 91lik 644 644 88 58. 88 58 do'stlar, mana kitobni moli do'stlar, bolasining ovoz. Ichida bormi yo'qmi aka? Ovoz mana kuyga kelib turib qo'yish kerak. Ha, ho'kizga kelib turibdi ekan do'stlar mana. Kuyga kelib turibdi, qo'yish kerak buni. Qiziq bo'lsa telefon qilaveringizlar mana. Aka sog'im. Sog'im aka. Xo'sh, do'stlar. 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 Mana shu so'raylik qani mana shuni. Aka zo'rmisiz? Qancha deyapsiz buni? 60. Savdo bo'ldimi? Savdasi. Savdo bo'ldimi? Nech pul bo'ldi? 45 ga berilmabdi do'stlar. Suti bordi-da bir 10-15 litr. 15 litr sut berar ekan do'stlar mana. Bolasi necha bu? 5 ya 6 bor-ku. Ha? 7? Tug'ganimi? Ha. 5-6-si bor, ha? 5-tug'ma. 5-bolasi. O'kizchami? Irg'achi bolasi ekan do'stlar mana. 45 millionga berilmayapti. 45 ga qo'shsalaringiz beriladi do'stlar mana. Ko'ringizlar. Nomer qo'yibamizmi? Shartlamas ekan. Ketdik keyingi savdo o'ramiz. Mana shu maydaroqdan bir ko'rsataylik. O'zimiz mahalla siyirlardan ko'rsataylik, ha palvon. Zo'rmisiz? Qandaysiz? Nech pul deyapsiz buni? Ha? 35 deyapti. 35 million so'm. Mana puli yengilroqlarda, qarang buni ovuni. Bu 3 yilmi bu? Ha? 3 yilin ekan bu. Mana do'st, bolasini ovozcha. Bozor necha qildi? Bozor 26 qil yo'q. 26 ga yo'q ekan do'stlar mana. Lekin yilini 3 yilin ekanda. O'zi chiroyli seyir ekan. Yilini 3 yil. Ketdik keyingi savdo o'ramiz. Xo'sh. Do'stlar, mana shunday chiroqchi mol bozoriga kelsangiz do'stlar, ishonimli odamdan olingizlar mollarni. Bir ikki so'm pulini ham qisib qo'yingizlar. Bu yerda ko'p aldashi ham mumkin-da do'stlar. Shuning uchun ishonimli odamdan olsalaringiz pulini 1-2 millionni qisib qolish kerak do'stlar. Shuning uchun ishonimli odamdan olsalaringiz kuymaysizlar do'stlar. Bo'ldi. Mana savdosi bo'layotgan joyidan do'stlar. Savdo bo'lyapti ekan do'stlar. Mana. Nech pul savdo bilasizmi? 38. Mana do'stlar. 38 millionga bo'lyapti, ha? Mana do'stlar ko'ringizlar. Orqalari real 38 savdo bo'lyapti ekan do'stlar. Do'stlar, shu yerda yakunlaymiz. Mana shuni bitgan savdosini ham qo'yib ko'rsatamiz Instagramga do'stlar. Mana sog' bo'lsa salomat bo'lingizlar.